Bolaligimda o'sha ijodga kirib kelishim, she'r aytishim juda o'zgacha bo'lgan. Tabiatdan ilhomlanib kirib kelganman. O'zi har bir shoir tabiatni sevadi va rang-baranglikni yaxshi ko'radi. Menda ham xuddi shunday bo'lgan va men o'sha daraxtlar bilan gaplashganman. Xuddi ularda barglari bir shivirlashi menga o'zgacha zavq bergan va yillar o'tgan sayin har bir inson tabiatni sevgani bois odamlar bilan tabiatni bog'lab yozish meni ijodimga katta bir maqsad yaratib berdi. Bilasizmi, har bir ijodkor o'zini qalbiga katta bir narsa yarata oladi. She'r bu Xudoning bergan ilhomi va uni har bir insonning qalbida bo'lgan narsani uni ulg'aytirish va o'stirish bu har bir inson uchun, shoir uchun katta bir muvaffaqiyatdir. Endi sizga qanday qilib chiroyli she'r yozish kerakligini o'rgataman. Bilasizmi, eng avvalo she'r yozadigan inson ilhomlanishi kerak. Men o'zbek yozuvchilarimizdan biri O'tkir Hoshimovning Ikki eshik orasi romanidan ilhomlanganman va ayniqsa men uni his qilib o'qiganimda o'sha asar qahramoni Robiya tilidan kimsanga top she'r yozgandim. Siz ham o'z ilhom manbaingizni topishingiz kerak. Bu har bir insonda har xil bo'ladi. Misol uchun siz tabiatni yaxshi ko'rib qolasiz va undan ilhom olishingiz mumkin. Siz ilhom manbaingizni topganingizdan so'ng qalbingizda istak tug'iladi va o'sha istagingizni siz amalga oshirish uchun harakat qilasiz. Oddiygina parchagina qog'ozga she'r yozishingiz mumkin. Biror bir satr yozib qo'yasiz. She'ringizni yozib bo'lganingizdan so'ng uni yana bir marta o'qib chiqing, chunki sizda uni yanada boyitish istagi paydo bo'ladi. Yangi o'xshatishlar, tashbihlar topishingiz mumkin va albatta she'ringiz yanada mukammal sayqallanib boradi. Va asosiysi shuni unutmangki, siz ham she'rlaringizni yig'ib boring. Kelajakda ushbu she'rlaringizni kitob shaklida chop ettirishingiz mumkin. Hozirda mening ikkita O'zbek qiziman va qalbim ohanglari nomli kitoblarim chop ettirilgan. Bizni kuzatishni davom eting. Keyingi safar hikoya yozishni va boshqa ijodiy ishlarni sizlar bilan o'rganamiz.